Nahot bugun so'nggi bora bir sinfda uchrashamiz. Nahot endi biz tobora sirli hayotga shoshamiz. Hali anglolmagan asrorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Nahot hijronga oshkora yuraklarda joy beramiz. Sinfdoshim yo'qmi chora, fursatlarni boy beramiz. Senga aytolmagan izhorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Xayr, alvido, umrimizning zar lahzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab, alvido, ilk sevgimiz chamanzori, gullari a'lo. Xayr, alvido, maktab, alvido, sen umrimiz zar lahzasi. Xayr, alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Xayr, alvido, sinfdosh qiz ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Xayr, alvido, alvido. Partalarning orqasida qolib ketdi hayolatlar. Ismimizni olib uchgan o'sha qog'oz samolyotlar. Hali chinga aylanmagan hayollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Ne uchundir bilmam kechir, kafting tutsam sezdim titroq. Ey sinfdosh, men ham seni ayrilar choq sevdim ko'proq. Senga berolmagan sirli savollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Nahot keldi o'sha dam, qayg'uli dam, ko'zlarimiz to'la yosh, qalbda alam. Bahor fasli tugayotgani xuddi umrimiz bahoriga yaqin bo'layotgandek tuyulaveradi. Dam badam, yana alam, bizni ayirayotgan so'nggi qo'ng'iroq, xuddi yuragimga zarba berayotgandek ta'sir etadi jongina. Xayr, alvido, umrimizning zar lahzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab, alvido, ilk sevgimiz chamanzori, gullari a'lo. Xayr, alvido, maktab, alvido, sen umrimiz zar lahzasi. Xayr, alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Xayr, alvido, sinfdosh qiz ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Xayr, alvido, alvido. Ham eslab qolar, yo'qlamaydi deganlar ham yo'qlab qolar. Sinfdoshlar o'rni bo'lak bu dunyoda, maktabdagi xotiralar esga solar. Bir kun meni do'stlarim ham eslab qolar, yo'qlamaydi deganlar ham yo'qlab qolar. Sinfdoshlar o'rni bo'lak bu dunyoda, maktabdagi xotiralar esga solar. Taqdir mening qo'limdagi chizib qo'ygan chizig'imday bo'lmaydimi? Endi mening to'ylarimda meningdayin do'stlarim ham o'ynaydimi? Taqdir mening qo'limdagi chizib qo'ygan chizig'imday bo'lmaydimi?
qilsam to'ylarimda o'ynab berar. Onamga deb guldastalar olib kelar. Shunday kunda yonimdasiz sinfdoshlar, qo'llarida butun nonni bo'lib berar. To'ylar qilsam to'ylarimda o'ynab berar. Onamga deb guldastalar olib kelar. Shunday kunda yonimdasiz sinfdoshlar, qo'llarida butun nonni bo'lib berar. Taqdir mening qo'limdagi chizib qo'ygan chizig'imday bo'lmaydimi? Endi mening to'ylarimda meningdayin do'stlarim ham o'ynaydimi? Taqdir mening qo'limdagi chizib qo'ygan chizig'imday bo'lmaydimi? Endi mening to'ylarimda meningdayin do'stlarim ham o'ynaydimi? Taqdir mening qo'limdagi chizib qo'ygan chizig'imday bo'lmaydimi? Endi mening to'ylarimda meningdayin do'stlarim ham o'ynaydimi? Taqdir mening qo'limdagi chizib qo'ygan chizig'imday bo'lmaydimi? Endi mening to'ylarimda meningdayin do'stlarim ham o'ynaydimi? Toylarımda yürerler, bir yanımda durarlar. Korka dep bakırarlar, korka dep bakırarlar. Mening sinfdaşlarım, mening sinfdaşlarım, mening sinfdaşlarım, mening sinfdaşlarım. Aman bulsun başların, akarmasın saçların, yüzge kırsın yaşların, yüzge kırsın yaşların. Mening sinfdaşlarım, mening sinfdaşlarım, mening sinfdaşlarım, mening sinfdaşlarım, sinfdaşlarım, mening dostlarım, hamisha birga, sinfdaşlarım. Sezmedik şu vakkaça, sınıftaşlar başkaça, sınıftaşlar başkaça. Mening sınıftaşlarım, mening sınıftaşlarım, mening sınıftaşlarım, mening sınıftaşlarım. Kağız kalemni aldım, şiir yazıp kuyga saldım, sizlerini eski aldım, mektepni eski aldım. Mening sınıftaşlarım, mening sınıftaşlarım, mening sınıftaşlarım, mening sınıftaşlarım. Sınıftaşlarım, arkadaşlarım, her bir günümde yelkedaşlarım. Sınıftaşlarım, arkadaşlarım, her bir günümde yelkedaşlarım.
Yuzga yetib borgan nola bo'lib qolsaydim, yana o'sha beg'ubor bola bo'lib qolsaydim. Hamma joyim loy qilib, tayoqlardan toy qilib, kulchanondan oy qilib bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim, bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim, bola bo'lib qolsaydim. Erkalab suygan, otam opchilab yurgan, endi 6ga kirgan, bola bo'lib qolsaydim. Hech bitmas dunyo g'ami, kim musofir yurtdami, sinfdoshlar esdami, bola bo'lib qolsaydim. Bezdim dunyo ishidan, ham yolg'onchi kishidan, charchadim tashvishidan, bola bo'lib qolsaydim. Eng go'zal dam yoshligim. Maktabga yig'ilishimizdan sabab bundan 35 yil oldin xuddi shu maktabni 20-sonli Sadriddin Ayni nomli maktabni bitirgan edik, 11-B sinfini. Niyat qilgan edik bundan bir oy oldin deyarli shu uchrashuvni tashkil qilamiz deb Allohga behad hamd sano shukronalar bo'lsin. Albatta to'lab qo'ymasak ham yig'ildik 80%. Endi kirish qismini o'tkazib oldik. Xudo xolasa hammalarini 11-B sinfga taklif qilamiz, sinfxonamizga va u darsning otini nima deb qo'ydik? Eslab darsiga taklif ketdik sinfga. Endi so'z ustozlarga sinfxonasida keladi. Xudo xolasa.
Chunki mana shu maktabda, mana shu partalarda biz ham o'tirib ta'lim tarbiya olganmiz va alohida sizlarning mehnatlaringizga e'tirof etamiz. Chunki bugun hamma har xil sohada o'zini oilasini mana shu olgan ilmlardan foydalangan holda o'zini oilasini bugun bosh bo'lib bobo buviga hamma deyarli boshqaryapti. Shu shukronasi nuqtai nazaridan mana shu sinfdoshlar nomidan maktabimiz uchun kitoblar olindi sovg'a sifatida va alohida sizlarning o'zlaringizga ham sinfdoshlar mana shu 35 yilligida sizlarga ham alohida niyat qilib sovg'a tayyorlashga ruxsat berasizlar, hurmatli ustozlar. Mana shu sovg'alarni sizlarga topshiramiz. Havo issiqligini inobatga olib o'yinlardan tasdiqlayapti. Shuning uchun qisqaroq qilamiz. 45 minutlik emas darsimiz. Iloji boricha 5 minut va 10 minut tugasa. Endi sinfga muzokara qilish tugasa. Endi so'zni qisqa faqat nimaga vaqtga e'tibor qilasizlar. Ustozlar har birlaringizga 3 daqiqadan vaqt yo'q. 45 minutni nechiga bersak 3dan chiqarib qo'yamiz. Son matematik moliyachi. Siz ko'ngillarga kelgan gapni gapirdilar. Faqat yurakdagi gaplarni nima emas. Birinchi menimcha so'zni ustoz Fattoyevaga bersak bo'ladi. Chunki fanlarning shohi matematikani o'rganmasdan turib ishni o'rganadilar. Ustoz Mahmud. Mana shu bugungi chiroyli o'tirish bilan hammalarni tabriklayman. Bugun sizlar 60 ga 70 ga kirgan emassizlar. Bu maktab partasiga o'tirib yoshgina 10-20 arasidagi yoshdagi o'quvchilar. Men shunday his qilyapman. Chunki bu yerda o'tirishni o'zi bilmaydi. Alloh sizlarni mana shu yerda yetaklab kelganiga Allohga ming bo'l shukr. Chunki bir-birimizni ko'rmaganimiz kim qancha. Sizlar ustoz bo'lib sizlarni ko'rmaganmisiz? Sizlarni o'zlaringizdan ko'rmaganlaringiz bor. Mana shu didorlashtirganga ming bo'l shukr qilamiz Allohga. Hammalarga yashab oilaviy tinchlik tilayman. Hammalaringiz farzandlar bor, kelinlar qilgansizlar, kuyovlar qilgansizlar, nabira abiralar bor. Qarilik chog'larda shularning huzur halovatini ko'ringlar. Mana shunaqa davrlarimiz bardavom bo'lsin. Hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarga mana shunday hurmat, izzat va cho'qilganlarga mingdan ming rahmat. So'zni navbat bilan ustoz oxirida hammalariga shuhrat o'sha qilgan qolmagan bu so'zliklar. Söz ustoz Sharipovaga. Mana o'tirib ustoz. Endi do'mda saksaga yaqinlashib endi balkim. Sizga ham ustozlar. Avvalambor hammalaringizga assalomu alaykum. Mana shunday 35 yillik diyor uchrashuvlaringiz bilan tabriklayman. Shunday qarab xursand bo'lib o'tiraman. Birortalaringiz qarimagansizlar. Hammalaringiz yosh. Mana hamma nabiralik bo'lgan. Turmush o'rtoqlaringiz bilan qo'shcha qaringlar. Bundan keyin nasib bo'lsa yana 70, 80, 100 yoshlaringizga ham ana shunday qarimay, bir-birlaringizni xursand bo'lib kutib olinglar. Haqiqatan hozir endi bir narsani eslay, Muxtor Shuhratni eslatdi. Bu ikkovi o'sha kichkina sinfga ham navbatchi o'tiradi tashqaridan. Ikkita ichmaysiz-ku. Qani kim kelibdi? Bu yoqqa bo'lganlar kelishini qilib. Hozir o'shalarni tasavvur qilaman. Hammalaringizga katta rahmat, sog' salomat bo'linglar. Uchrashuvlaringiz bardavom bo'lsin. Alloh hammalaringizga uzoq umr bersin. Endi shu yerdan pensiya chiqqanman. Sog' salomat bo'linglar. So'zni ustoz Mirzayevaga beramiz. Chunki ustoz sinf rahbar oxirida gapiradi. Assalomu alaykum azizlarim. Sizlarni qachondan o'zi ko'rmagan edim. Ana endi ko'rdim. Ilimsa katta rahmat. Mana shunday uchrashuvni tashkil qilganlaringiz uchun
Tashkilotchilarga rahmat, sizlarga hammangizga omad tilayman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ayrimlaringizni tanimadim, lekin endi ko'rdim, tanimadim, lekin hammalaringiz doimo sog' bo'linglar. Mana shunday uchrashuvlarimiz doimo bardavom bo'lsin. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik ko'rayman. Ilohim xonadonlaringizga tinch bo'linglar. Kasbkorlaringizga, umrjonlaringizga, rizqlaringizga Alloh baraka bersin. Nimaga niyat qilgan bo'lsangiz, barcha niyatlaringiz amalga oshsin. Hamisha farzandlar ardog'ida, nabiralar ardog'ida bo'linglar. Mana shu uchrashuvlaringiz bardavom bo'lsin. Doimo sog' salomat bo'linglar. Katta rahmat. Rahmat. 20-sonli maktabni, 4-sonli maktabni eng bepast kichkinaga o'lmas yumshoqli ustozimiz Do'ma Fayz. Yumshoqli? Hurmatli o'quvchilar, hurmatli ustozlar. Mana bugun 2025-yil 1-avgustga mana 35 yil bo'libdi maktab bitirib ketganlaringizga. 35 yildan buyon har kim har xira o'zining ishi bilan, o'zi bilan avra. Mana o'sha davrlarda men aytaydim, hech qachon 35 yoshlarni yig'ilmaysizlar bir kunga. Foydalanib 36 kishi. Bugun aytamiz. Foydalanib oladigandik, qancha kishi foydalanib olgan. Mana bugungi kunda hamma respublikani 4 ta burchagiga o'zining ishi bilan yuribdi. Mana endi men bitta narsani aytsam, Mirzoyevga oldin so'z berilgan sababi Mirzoyev mendan oldin sinf rahbarlariga mana shu o'quvchilarga men doim aytaman, sizlarga katta rahmat. Bu kishini to'y qilib yordingizlar, keyin men shu maktabga ishlaganman. Qolib ketmaganimning sababi ham shu. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar, nabiralar ardog'ida bo'linglar. Mana umralarga, hajlarga boringlar. Katta bo'lib, nabiralar ardog'ida bo'linglar. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Qisqa gapirib endi she'r yodlab kelinglar. Xafa bo'linglar. Siz bugungi yig'ilishimizda endi men gaplashamiz, o'tiramiz, hali davomi bor. Faqat bitta xonada aytamiz. Kimga nima hazil qilsa xafa bo'lishi yo'q. Yo'q, aytib bo'lmaydi-da endi. Bu chin dildan, chin yurakdan sinfdosh deb. Topshiriq bo'ldi uyga hozir. Assalomu alaykum ustozlarim. Avvalo hamma sinfdosh o'rtoqlarim, hammalari sog' salomat bo'lsinlar. Xudo shu kunga yetkazganingiz uchun hammamizni yana qayta bardavom bo'lsa o'tirishlarimiz. Mana shu kelmaganlar uchun ham qayma uzr so'rayman. Asli vazifam birinchi bo'lib bajaraydim. Ustoz mana turpay she'r yodladi, mana she'r yozib kelimda. Mana shu she'rni o'qib beray. Maktab yillarimiz o'tdi birma-bir. O'tdi kun fasllar, o'tdi kun oylar, bugun sog'inchdan o'tadi tonglar. Tongdan sog'inaman seni sinfdosh, to'g'risi ranjitgan kunlarim bo'ldi. O'sha kun bidor tunlarim bo'ldi. Sog'inchim iztirobli uylarim bo'ldi. Yig'lab sog'inaman seni sinfdosh. Yillar o'tib ko'rib oqar ko'z yoshlar. Endi ayro bo'ldi o'sha dildoshlar. Nahot endi begonamiz sirdoshlar. Har vaqt sog'inaman seni sinfdosh. Hammalaringizni yaxshi ko'raman sinfdoshlar. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.
O'rganimni tashkil etsin, manimcha so'z ne'mat Kelganimda hammalari xursandman, rostdan chet eldan hammalari umrlaringiz uzoq bo'lsin, yerlaringiz kelinglar. Mana qisqarib qolaman. Ustozlarimga o'zim shaxsan so'g'am bo'ladi, qabul qilasizlar. O'g'allarim sizlarga ham sinfdoshlarim hammalaringizga iloyim hajlarga, umralarga borish nasib qilsin, sizlarni bersin bizga. Zurriyotlarimizdan qora-qoriyalar chiqsin, iloyim olimlarga yetishsin. Farzandlarimizni oxirgi yillarga iloyim maktabga bizdan eslatib qolish uchun hamroy va asliyalarning ovozimdagi so'z ikki ovoz ham qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlarim, hurmatli sinfdoshlarim, qadrli sinfdoshlarim. Har bir sinfdoshimni, har bir ustozlarimni, har bir o'qituvchilarimni alohida men uchun hayotimda o'rinlari juda ham katta. Sizlar bergan ta'lim, tarbiya bilan kimlardir orqasi, kimdir oldi bo'lganmiz. Xudoga shukr, Allohga shukr. Sizlar bergan ta'lim, tarbiya har doim, har nimada daqiqalarda o'zini aksini bizlarga menga eslatib turadi, shaxsan menga eslatib turadi. Shuning uchun mana qancha ustoz Fayziyevga o'rnlar hozirgacha bir narsalarda maslahat so'rab turaman. Ustozim, matematika ustozim Fattoyeva domla bulardan matematika sirlarini o'rganganmiz. Ayniqsa o'sha nimalarda ham juda asl tadbirkor bularni. Keyin Robiyaman Sharipova bularni ta'limlari bilan bergan ta'limlari orqali bergan bilimlari orqali havas qilib ularga shu adabiyotni o'qituvchisi bo'lganman. Ustozim Barnopa Mirzoyevani bularni har bir turishlari, har bir o'zdan tutishlari, o'quvchilarga munosabatlari, o'qituvchilarga munosabatlari hammalarini o'zgacha o'rni bor hammamiz uchun. O'shaning uchun ham birinchi navbatda bizning sinfimizdan oliy ta'limga eng yuqori o'quvchilar bizning sinfimizdan kirgan va hozir turli jabhalarda bular faoliyat yuritadi.
bularni hammasini, hamma yutuqlarimizda sizlarni o'rinlaringiz bor. Shuning uchun sizlarni o'rnilaringizda ta'sirda biz har doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hali qancha sinfdoshlar uchrashuvda sizlarni mana shu chiroyli ko'rishlikni biz ham chin yurakdan xohlab istab qolamiz. Keyin bugungi uchrashuvni tashkil etishda o'zim aytishni joiz topdim. Bugungi sinfdoshlar uchrashuvini tashkil etishda men 19 ta o'quvchi qatnashyapti deb hisoblayman. 100% qatnashdi deb hisoblayman. Chunki hamma o'zini hurmatlagan sinfdoshlarimiz shu yerda. Hamma sinfdosh degan nomni o'qlab, shu nomni hurmat qilib, hurmatlagan sinfdoshlarimiz shu yerda. Bularni alohida chin yurakdan hurmatimni, sizlarga mehrimni izhor etmoqchiman. Keyin shu payt sizlardan iltimos qilardim. Sinfdoshimiz mana Rajab Uzoqjon oramizdan erta ketdi. Shuning uchun joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin, uni bo'lgan o'rnini bolalariga qo'shib bergan bo'lsin. Buni ham alohida o'rni bor edi. Shu matematika darsida birga o'tirardik. Men o'tirardim birga, Fatoyeva domla aytardilar, nima yig'laysan uzoq desa, ko'chirtirmayapti. Ko'chirtir deylar, yo'q ko'chirtirmayman desam agar, ko'chirtir deb tasrifga qo'yib ketsam, mashinalar mindirmaysan dedilar. Lekin o'shanday uzoqqina xafa bo'lmasdi, yaxshi bo'laydi. Nima degansan qolgandimi? Keyin o'shanchun ham endi uni ham xotirasi abadiy, bizlar uchun uni xotirasini juda ham hurmat qilamiz, uni yaxshi ko'ramiz juda ham. Shuning uchun mana shu sinfdoshlarimiz nomidan men to'g'ri qimmatbaho sovg'a emasdir, balki mana Shuhrat bilan kelib alohida tashkilotchilarga minnatdorchilik bildiraman. Chunki o'zi emas, bir 10 ta o'quvchi, 10 ta kishini yig'ib bir tadbir uyushtirishni o'zi emas. Mana boshimizdan o'tib turibdi. Lekin mana shu o'rinda maslahatlashib, men o'zim nomimdan mana shu kitoblar jamlanmasini shu maktabimga sovg'a qilishni niyat qildim. Xudo xohlasa Fayzi Muxtor yetkazsin. Albatta kutubxonasi boy maktab hisoblanadi. Bu yerdan jamiyatga xizmat tegadigan, foydasi tegadigan insonlar yetishib chiqadi. Shuning uchun hammalar xush kelibsizlar. Endi asosiy tashkiliy qismimizni uzoqda qoldiramiz. Manimcha endi o'rta gapga yo'l qolmadi. Hammangiz sizlar bo'ldi. Har bilan chiqamiz. Yo'q, katta fotoxona olamiz, bir kishini fotoxona. Baribir fotoxonalar shu o'tgan ustozlar nomiga zeriksangiz, ikki yil nima tilovat qilib istaysiz. O'tgan ustozlar bor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yawmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal-lezîne en'amte gayril mağdûbi velezzâlîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Ya Hamid sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sağlıklı biz ülkelerin ortuşlar bölsün hususan doğru hafiz vanlar öyle cennet olsun. Kavlarını Kur'an-ı Kerim nurundan Kur'an'a alıp Havzu Kavsar'ı Sudan Sırak olsun. Ona şu ülken sınıfdoş bizlerimiz Rajab Uzoqjon'u yurtga joylar jannatda bo'lsin. Qur'oni Karim nuridan qurilmadi. Havzu Kavsarni suvdan seroq qilsin. Qolganlarga uzoq umr, baxtli davlat bersin. Safarga ketadiganlarning yo'llari oq bo'lsin. Yaxshigina o'z yurtlariga yaxshi yetib borsinlar. Hamma sog' salomat bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Allohu akbar. Allohu akbar. Goh shunday paytim keladi, sizga
sizga bir gap aytkim keladi. Qurisin ko'ngilning ko'chasi demang, yoshligimga qaytkim keladi. Dadam so'zin tinglagim kelar, bag'rida bir uxlagim kelar. Quchib yig'lagim kelar, yoshligimga qaytkim keladi. Onam yopgan issiq nonlarni eslab do'stu qadrdonlarni sog'indim-da o'sha onlarni. Yoshligimga qaytkim keladi. Olislardan chorlar bir nigoh, qaytolmasam mendami gunoh. İlk sevgimga yagona guvoh, yoshligimga qaytkim keladi. Ömür aslı 5 günlük safo, gohi safo, gohida jafo. Tashlab ketgan o'sha bevafo, yoshligimga qaytkim keladi. Siz ham mendek ezilgan chog'da kezganmisiz xazonli bog'da? Qumsab azzam yuragi dog'da, yoshligimga qaytkim keladi. Yoshligimga qaytkim keladi. Yoshligimga qaytkim keladi. Sog'inganda o'sha onlarni, yoshligimga qaytkim keladi. Eski dost yanımda bulsan, eslatar yoshliklarim. O'ynab o'tgan ko'chalar ham qancha beboshliklarim. Tog'u dasht, gulzor bog'lar birga
jamiyatchilarni xizmatlar bilan mana bizlarni hurmat qilganlari uchun sizlarni Xudo hurmat qilsin. Hammalaringiz ishlaringizga omad tilaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Bunaqa o'tirishlar ko'p bo'lsin. Bunaqa davralar bilan o'tib ketmasin. Hammalar sog' salomat bo'linglar. Yana bir kere aytaman, nabiralarni, ayralarni tayyor keting. Eng yaxshi fikr shu. Bundan keyin ishlaringizga hammasiga omad tilaymiz. Doimo sog' salomat bo'linglar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Olib pensiyaga ozgina bor, pensiyaga yetib bundan ham ko'proq o'tirishadi. Qadrli sinfdoshlar, hozir davramizga ham chiroyli fayz kirgizish uchun kichkina lirik chekinish tashkil qilganmiz. Bu albatta tasdiqlardan o'tgan. Shuni sizlar bilan birgalikda o'zi amalga oshiramiz. Marhamat, davramizga hozir yigitlarimizni taklif qilamiz. Azamatjon Yusupov, marhamat. Qarsaylarimiz. Maqsudjon Sharipov, Maqsud, kel. Fazliddin Yurtgo'rov, marhamat. Kelinglar mana bu yoqqa. Shuhratjon O'roqov, marhamat. Muxtorjon Fayziyev. Lutfullo Halilov, marhamat. Hamma yigitlar chiqsin deb, tamom? Hamma chiqsin. Endi yigitlar, jurnalni bir boshdan aytadimda. Mana bu yerdan bu albatta har bir qizlarga xos bo'lgan chiroyli sifatlar yozilgan. Sizlar shu sifatlarni bittadan tanlaysizlarda 7 sekund vaqt beriladi, davradan o'sha qizlarimizni olib chiqasizlar. Va yigit kavaler chiqadi. 405. Yo'q, chiqadi. Endi bu ham. Yo'q, avval roziligini olib bering. Uni rozi qilish sari qo'lingda. To'g'rimi? O'sha uchun 7 sekund vaqt berdik. O'lmascha yordam berasiz. Kamu 7 sekund kammi? 7 sekund. Qayergasan? Rolishga yetmaydi. Ko'chada olib keladi. Yo'qmi o'zbekiston o'qituvchi mesir qizlardan olib keladi yo'qmi? Marhamat, Azamatjon Yusupov. Bu juda ham chiroyli SMSlar yozadi. Qani ko'ramiz amalda nima ish qiladi. To'xta. Video gol bilan video gol bilan marhamat. Yuraklarni zabt etgan go'zal. Ana shu davramizda yuraklarni zabt etgan go'zal bu 7 sekund vaqt stop kelasiz. Marhamat qilasiz. 1 2 ustozimiz Barnapa Mirzayevani loyiq ko'rdilar. Albatta bizlar hammamizni xotiramizda Barnapamiz eng go'zal ayol nominatsiyasi bilan muhrlarni qo'lganlar. Marhamat, rahmat. Marhamat, Maqsudjon Sharipov. O'qiymiz. O'qi. Sevgi va muhabbat timsoli topib chiq bor 7 sekund.
Yo, so'z. Marhamat, muzika. O'qing. Marhamat, Shuhrat Javonoqov. O'qiymiz. Yo'q, sho'rga o'tirasan. Tabiat go'zali. Tabiat go'zalini top olma. Top, qaysi go'zal top? Mana, o'yinma yo'q gibiydi. 2, 3, 6. Bolaligimiz birga o'tgan, yoshligimiz birga o'tgan, o'smirligimiz, hammasi sizlar bilan birga o'tgan. Marhamat, Jon Fayzi. Nasrida tushlikni sarishtirib ketdi. Nur yuzli go'zal qiz ustoz Fattoyeva. Mana shu fazilatlar egasi bo'lgan sirdosh qizlarimizni ilklarimiz tanlab chiqishdi. Marhamat, Lutfulloh Halilov o'zlarining sheriklari bilan naryoqqa. Keling, sherik. Keling, sherik. 35 yilda urishmagan o'rnidan kelishdi. Sanki o'shalar ana o Fayzi ustoz kirib tur yigitlar hamma yo'lingni sumkangni xohlagan qizingni oldiga borib o'tir desalarga hamma ko'pchilik anaqa edida birinchi muhabbatim edida qo'shiq bor edilar yoshligimizda endi nima bo'ldi hammada ham bo'lgan yoshlik go'zallik beg'uborlik keyin o'shanda hammasini bilib olgandan keyin qarang tur hamma yo'q joyga man o'sha narsani man tajribamda ko'p siniyman endi marhamat
Yurtdoshligingiz qanday? Dushanbalar. To'la-to'lalar turinglar, ajralib turinglar. Laylo. Nima gap Shuhrat bilan? Bironta tushmaydi. To'g'ri, boshlovchi bu yerda. Aslida ko'pincha birinchi bo'lgan. Buyruq berish. Yo, buyruq berish olsam bajarishga o'ting. Qo'llarga ko'tarib gapiring. Men mana shu shart hozir kechara qilib ketishdik o'zim. Azamatjon, balapamni o'g'lab chaqirib, qizlar bilan sirdoshlar qizlar. Ikkinchi imkoniyatingiz borsami? Yo'q, hech qanaqa yomon narsa yo'q. Faqatgina sirdoshlar tanlov anaqasi, shu shartdagi sirdoshlar tanlov qizlar taklifdi. Men balapam chaqirmayman. Shu. Lekin sen o'zima boshqarib turmasam bo'lmaydi. Kim bilan? Kimgadir boshqasini anaqa. Saboshovchiga boshqasiga. Saboshovchiga. Ha, almashadi. Nodir aka. Men Nodir. Nodir aka. Yoshlikka qatdan boshlaymiz. Mana matematikada tushunayapmiz. Uchlar o'ynalmasa, natija o'zgaradi. Muzika Yilmazjon. Marhamat. Ana endi Maqsum yo'q keling. Ajralib tursinda juftliklar. Har bir o'sha o'zimiz sherigimiz bilan alohida shartni bajarayotganligimiz bilinsin. Hozir bilib yo'qdi, shartni bajarib yo'qsizlar yaxshi. Yo'q. Hozir endi shartni shunaqa davom ettiramiz. Bu yerga o'g'illar kam-kam 10 taga tuzib keldim. Bizning sinfimizdagi har bir qiz haqiqiy mana shu yerda yozilgan sifatlar egasi. Mehribonlik timsoli hammasi. Eng faol va go'zal ishtirokchi hammasi. Hamma sifatlar hammaga tegishli. Kimdir tanlangan bo'lsa, kimdir tanlanmagan bo'lsa, xafa bo'lish yo'q. Hammalar shunga loyiqsizlar. Endi hozir mana shu shartimizda bular 7 daqiqalik har xil muzikalar qo'yiladi, muzikaga mos o'ynab beriladi. Qaysi guruh aktiv faol ishtirok etganligini o'tirganda qarsaylari bilan qarsaylari kuchidan aniqlaymiz. Bo'lmasjon, Kim boshlaydi? Hamma o'ynaydi birdan. Hamma baravar o'ynaydi. Priz bormi, priz? Yo'q, to'g'ri. Priz bor. Priz bor.
Mana hurmatli sinfdoshlar, hurmatli qizlarimiz, hozir shunday sinfdoshlarimiz mana shu sifat egalari bilan juda chiroyli davraga ko'rk qo'shib, ko'rkiga ko'rk qo'shib, juda chiroyli o'yin qilishliklar baribir biza o'yin haqqoniy bo'lishi kerak. G'oliblarimizni aniqlab olishimiz kerak. Endi birinchi Azamat va Shohista, Azamat va Shohista juftligiga olqishlarimiz. Marhamat. Qarsaylar kuchiga qarab o'rin belgilaymiz. Keyin Shuhrat va Laylo juftligiga Feruza va Lutfullo juftligiga olqishlarimiz. Nodira va Fazliddin juftligiga olqishlarimiz. Muxtor va Gulshan. Endi hozir bu mana bu juftligimiz birinchi, bu ikkinchi demaylikda. Do'stlik g'alaba qildi deb aytaylik, chunki hammamizning do'stligimiz abadiy do'stlar hisoblanadi. Endi hamma turib bitta muzga o'ynaysiz. Biz ham o'ynadikmi? Halil Barro'ziyev, Mehriso, Yulduz, Mastura, Tursunoy, Azolat. Chiqinglar. Mana bular chiqib berdi qolmas. Chiqinglar, marhamat. Kelinglar. Yerda yozilgan har bir ta'riflar oldida so'z ojiz sizlarning go'zalliklaringiz, sizlardagi o'sha samimiylik, sizlardagi vafodorlik, o'zbek ayoliga xos bo'lgan har bir chiroyli sifatlar sizlarga mos va xos. Endi mana hozir birgalikda ham shu qizlarimiz uchun o'lmasjon iltimos qilamiz. Ana boyagi bo'lib shu qo'shiqda hozir raqs eshitdi. Marhamat. Marhamat. Mikrofonni qo'y. O'ynash uchun kelamiz. Bir aylanib atirga kelamiz birga birga. Yoningdan ketgim kelmas, vayda cho'milib olsan atirga. Mast ayladik, sarmast ayladik, mening yuragimga ishqni joyladik. Voy mast ayladik, sarmast ayladik, mening yuragimga ishqni joyladik. Chiroyli sevding kuyov, endi halovatim yo'q. Bo'g'imda yurishinglar, voyda ko'ylagimni yengiyor. Mast ayladik, sarmast ayladik, mening yuragimga ishqni joyladik. Voy mast ayladik, sarmast ayladik, mening yuragimga ishqni joyladik. Yanaqlaring qip-qizil, dudaqlaring qip-qizil, chinni
Agar tezlashib ketdi bilan ulgurolmaydilar. nasib etsin. Bizni bu yerga tashrif buyurishimizning asosiy sababchisi ustozimiz Fayziy Muxtor ustozga tashakkur aytamiz. Doimo xonadonlaringizda barchalaringizni yaxshi kun bo'laversin, yaxshi kunlaringizni xizmatda bo'laylik. Endi hozirgi ijro etadigan qo'shig'imiz yoshlikni eslatadigan, yoshligimga qaytgim keladi degan bir qo'shiq bor. Ustozimiz Xurshid Rasulovning qo'shiqlari. Shu qo'shiq bilan boshlab olamiz. Marhamat. Sizga bir
sonlarını eslab do'stum